sifati baland, narxlari hamyonbop bo'lgan ko'ylagimizdan paftor olib keldik. Men obzorni qilib beraman, tez ulgurib olinglar. Bu ko'ylagimizni kutgan obunachilarimiz juda ko'p edi. Ko'pchilik raqam qoldirishgan. Bitta telefon qilib chiqmasdan birato'la obzorni qilib beramiz. Qaranglar, matolari angorka matosi. Fasoni juda chiroyli, ko'rasizlarmi? Qanaqangi zo'r variantda. Qo'l qismlari rezinkali variantda, yoqalari ham yopugina. Mato ixcham, yengil, mazza qilib kiyishli. Asosiysi baraka topib kiyishli bo'lgan variantda. Qaranglar, tek qismlari qanaqangi kengina variantda ishlangan. Albatta bularning karmanlari ham bor variantimizda. Bitta ranglariga baho beramizmi? Qaranglar, qanaqangi rasvetkalarni olib kelganmiz. Fasonlari juda chiroyli uslubda. Yelka qismi, oldi qismlarida shunaqangi skromniy toshli variantimizda. Qora rangidan, imamnaqa koreshneviy rangi. Qaranglar, sezonga mos, og'ir, bosiqqina ranglarni olib kelganmiz. Ko'pchilik obunachilarimiz skromniylikni yoqtirishadi. Bularni bemalol kurtka, kardigan, nimchalar bilan ham kiyirsanglar bo'ladi. Mana nusxalarni qaranglar, qanaqangi chiroyli rasvetkalar. Hammaga ham birdek yoqadi. Kelishi bilan shunday bir kunda o'zi tugab ketadigan zo'r variantli ko'ylaklarni ko'rsatib beraman. Qaranglar, egnimga kiyib olgan rasvetkani ham yaqinroqdan ko'rsatib beraman. Nusxasi juda chiroyli, hamma joyda ham ko'ravermaysizlar. Keyingi variantlarni qaranglar, qanaqangi zo'r turadi. Bular ixcham ko'rsatadi, ozg'in, issiqqina ushiydi. Asosiysi yengilgina, katoshka bo'lib ketmaydi. Kir mashinasiga solib yuvsanglar ham sifatini yo'qotmaydi. Bunaqa respublikalardan ham bor. Qaranglar, keyingi rasvetkalarni ko'rsatib o'taman. Juda chiroyli variantlarimizdan olib kelamiz. Qaranglar, mana bunaqa rusumkalardan ham olib kelganmiz. Bularni ko'rsanglar, buksa qismlari kengina variantda ishlangan, risi zo'r variant. Ko'p maqtov kerak emas. Narxlari 200 ming so'mdan 12 ta viloyatga dostavka xizmati mavjud. Hammanglarni magazinda kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Eng zo'rlari, eng zo'rlar uchun.